Yangiobod tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Komil Sindorov, tergovchi, dorixonadagi qotillik, detektiv qissa, Yangi asr avlodi nashriyoti. Komil Sindorov o'quvchilarga dastlab shoir sifatida tanilgan. Muallifni bugun o'zbek kitobxonlari yaxshigina detektiv ustasi sifatida bilishadi. Qimmatga tushgan xato, Temuriylar kutubxonasining siri, Amirlikning oltin taxti izidan kitoblari o'tgan yillar mobaynida o'zbek detektivi ruknida chop etilib, keng kitobxonlar ommasida iliq qarshi olingan. Mazkur yangi kitob dorixonadagi qotillik ham detektiv janrida bo'lib, hayotiy haqiqatlarni oq va qora ranglarda yaqqol tasvirlaydi. Sindorov qahramonlarini yaxshi yo yomon deb ajratmaydi. O'quvchi mutolaa jarayonida fikrlaydi, mulohaza qiladi, atrofida sodir bo'layotgan voqealarni jonli tasvirlarda ko'radi va nihoyat o'zi xulosa qiladi. Muallifning kasbiy faoliyatida bevosita ro'baro kelib jinoyat tafsilotlari detektiv ixlosmandlari uchun ajoyib mavzu va yoqimli mutolaa bo'lishiga ishonamiz. Darvoqe, tergovchi degan umumiy nom ostida nashrga tayyorlangan mazkur detektiv seriya yozuvi ijodning 10 ta kitobini o'z ichiga oladi.